Assalomu alaykum. Nima yaxshimisiz, durumsiz, yaxshimanlikmi? Ertalabdan sizlarga bir xildan uzr. Biz sizga osteopatiyaga qatnaydik. 3 ta seans oldik sizda. Hozir sizga video tashlayman. 3-4 kundan beri bo'ynini orqaga tashamayapti. Qo'l ko'zingiz dard ko'rmasin, iloyim. Allohimning fazli bilan siz sababchi qildi bizga. Iloyim yaxshiliklarda ko'rishaylik. Hech kim bolasi kasal bo'lmasin. Hech qaysi onasi siqilmasin. Rahmat kattakon ketib. Videoga o'zim oldim-da, o'sha shilq qilyapti, lekin orqaga tashamayapti. Mana shu o'tkazganimni ham orqaga tashaverardi. Ko'rdingiz o'zingiz. Rahmat. Akkurat, вообще зорко. Umuman qo'l bilan ushlab turish kerak. Ertalab mana shunaqa SMS'lar kelsa-da, odamni ichidan bilasizlarmi qanaqa